Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Erdo'g'an Eronni xato qilishdan tiyilishga chaqirdi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an Eronni xato qilishdan tiyilishga va qaysarlik qilmaslikka chaqirdi. Bu haqida u kecha 9-mart kuni hukumat yig'ilishidan so'ng qilgan chiqishida so'z ochdi. Prezident Erdo'g'an bayonotida Eronni xatti-harakatlarini tanqid qilib, ularni juda noto'g'ri va provokatsion deb atagan. Eron rasmiylariga zarur ogohlantirishlar berildi. Ammo samimiy ogohlantirishimizga qaramay Turkiyaning do'stligiga putur yetkazadigan juda noto'g'ri va provokatsion qadamlar tashlashda davom etmoqda. Xalqimiz qalbi va ongida chuqur jarohatlar qoldiradigan 1000 yillik qo'shnichilik va birodarlik munosabatlariga soya soladigan yo'lga kirmasligi kerak, deydi davlat rahbari. Shuningdek, prezident ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni hurmat qilish zarurligini eslatib, Eronni xato qilishdan tiyilishga va qaysarlik qilmaslikka chaqirgan. Turkiyaning o'rni ham pozitsiyasi ham aniq. Mojaro yanada kengaymasligi va yana ko'proq qon to'kilmasligi uchun ko'rsatilayotgan sa'y-harakatlarimiz ham hammaga ma'lum. Shu voqea doirasida yana bir bor aytaman. Xato qilishda oyoq tirab turmasligi kerak. Biz voqealarni NATO va boshqa ittifoqchilarimiz bilan hamkorlikda kuzatishda davom etamiz hamda xavfsizligimizni mustahkamlash uchun qo'shimcha choralarni ko'ramiz, deydi Erdo'g'an. U bayonotida ikki davlat bir millat shiori ostida Turkiya Ozarbayjon boshchiligida mintaqadagi qardosh davlatlar bilan ham birdamligini ta'kidlagan. Bundan tashqari Erdo'g'an Turkiyadagi muxolifat tez tanqid qiladigan yana bir masala chegara xavfsizligi haqida ham to'xtalgan. Prezident chegaralarda, bojxona punktlarida va tegishli viloyatlarda profilaktik choralar kuchaytirilganligi, davlat idoralari o'rtasidagi vazifalar aniq belgilanganini ham aytgan. Zarurat tug'ilganda ishga tushiriladigan reja va tezkor choralar mexanizmlari ham tayyor ekanligini ta'kidlagan. Eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.